Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga ro'zani farz qilar ekan, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar deb xitob qildi. Ulamolar aytishadiki, ustozlarimizdan eshitgan ba'zi tafsirlarda, garchi tafsir kitoblarida bo'lmasa ham, ustozlarimiz, ulamolar aytishganki, mana shu hukmlarda Alloh taolo ba'zi narsalarni farz qilgan, ba'zi narsalardan qaytargan hukmlarda deyarli barchasida muzakkar lafz bilan Alloh taolo xitob qilgan. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, ey iymon keltirgan erkaklar go'yoki. Kitoblarda, tafsir kitoblarida aytadiki, bu taglibu zukur alan nisa, ya'ni erkaklarni g'olib qilishlik, taglib qoidasiga ko'ra, arab tilida shunaqa qoida bor. Taglib qoidasi, ya'ni erkaklarga hukm qilinyapti, erkaklarga buyurilyapti, ayollar ham buni ostiga kiradi. Lekin ba'zi ustozlar, ba'zi olimlar aytishadiki, bu yerda taglibning sababi nima? Sababi erkak bo'lganligi uchun taglib, ya'ni erkaklar siyg'asida ularga ishlatiladigan o'sha siyg'alarda aytilganmi? Yoki biron boshqa sababi bormi deganda aytishadiki, Alloh taolo buyurgan ishlari va Alloh taolo qaytargan ishlari, har bir buyruq, har bir qaytariq qiyin, mashaqqat, ya'ni insonning nafsiga yoqmaydigan narsalar, nafsga. Insonda shayton bor, Alloh taolo shaytonni musallat qilib qo'ydi. Ya'ni musallat qilib qo'ydi derkan, aytmoqchi bo'lganimiz, shayton vasvasa qiladi insonga. Shayton vasvasa qiladi, shaytonni vasvasa qilishlikka Alloh taolo izn berdi. Insonda nafs bor. Nafs yengillikka, rohatga, farog'atga, faqatgina lazzatli ishlarga insonni chorlaydigan, shuni xohlaydigan nafs bor insonga. Nafs bor ekan, shayton bor ekan, inson ibodatni xohlamaydi. Nafs bor ekan, shayton bor ekan, inson faqat yengillikni xohlaydi. O'zini xohishiga muvofiq yashashni xohlaydi. Shunday ekan, Allohning buyruqlari unga og'ir keladi. Alloh taolo qaytargan narsalar unga lazzatli tuyuladi, unga yaxshi tuyuladi. Alloh qaytargan ishlarni qilgisi keladi inson. Alloh taolo buyurgan ishlardan qochgisi keladi. Inson telefonga qarab 1 soat, 2 soatini, 3 soatini behuda o'tkazib yuborishi mumkin va uni o'sha paytda uyqusi kelmaydi. Lekin kitob ochib, Qur'onni ochib ozgina o'qiyman desa uyqu bosadi. Ilmiy kitob o'qiyman desa uyqu bosadi. Demak shu nafs, shayton shu insonni vasvasa qiladi, og'dirishga harakat qiladi haq yo'ldan. Shunday ekan, Alloh taolo buyurgan ishlar nafsga og'ir ishlar. Inson nafsiga qarshi borsa, kim nafsiga qarshi bora oladi? Haqiqiy mardlar nafsiga qarshi bora oladi. Nafsiga qarshi borgan odam haqiqiy qahramon odamlar, haqiqiy mard odamlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Aytdilarki, qahramonlik, bahodirlik, kuchlilik, jasurlik bu kurashda yutishlik bilan, urushda yutishlik bilan emas, nafsiga egalik qila olgan kishi, g'azabini jilovlay olgan kishi haqiqiy qahramon. Nafsiga qarshi bora olgan kishi haqiqiy qahramon dedilar. Shundan kelib chiqib ulamolar aytishadiki, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar deb muzakkar, ya'ni erkaklarga qarab xitob qilingan bo'lsa ham aslida erkak jinsi o'laroq erkakka emas, haqiqiy mardlarga qilingan xitobdir va buni ostida bu ishni qilgan, nafsiga qarshi bora olgan ayollar ham kirib ketadi. Allazina amanuni ostiga ayollar ham kirib ketadi. Kim nafsiga qarshi bora olsa, kim nafsini tarbiya qila olsa, kim Alloh taoloning buyrug'ini haqiqiy ma'noda bajara olsa, Alloh buyurgan ishlarni qilsa, qaytargan ishlardan qayta olsa, u o'sha allazina amanu, haqiqiy mardlarga buyurilgan buyruq ostiga kiradi. Mardlarning siyg'asi ostiga kiradi deydilar.
Mana shu buyruq ostida alhamdulillah yashayapmiz. Ey iymon keltirganlar, sizlarga ro'za farz qilindi, dedi Alloh taolo. Bizlarga ro'za qiyin. Inson uchun, insonni nafsi uchun qiyin. Lekin alhamdulillah tutishga harakat qilyapmiz. Kechalari turishga harakat qilyapmiz, qoyim bo'lishga. Alloh taolo qabul qilsin. Barchamizdan ibodatlarimizni qabul qilsin. Azizlar, ro'zani Alloh taolo taqvoga olib boradi dedi. La'allakum tattaqun, taqvodor bo'lishlaringiz uchun. Ro'za Ramazon madrasadir. Ramazon maktab. Ramazon ya'ni insonni tarbiyalovchi maktab. Bir maktabga o'qib chiqqan, madrasaga o'qib chiqqan inson tarbiyalanib mukammal bo'lib chiqadi. Ramazonda ro'za tutinglar, taqvodor bo'lasizlar dedi Alloh taolo. Xuddiki bu gap madrasada o'qigin, madrasani o'qib bitirsang olim bo'lasan deganday. Xuddi shu gapga o'xshaydi. Madrasaga kirib inson shunday yursa, 4 yil vaqtini o'tkazsa-yu, hech narsa o'qimasa, undan ko'zlangan natija bermaydi. Hech qachon natija yaxshi bo'lmaydi. U madrasaga o'qib chiqsang olim bo'lasan degan oxirgi o'sha natija, g'oya ro'yobga chiqmaydi hech qachon. Ro'zada ham xuddi shunday. Ro'zada ham inson ro'za tutishligi bilan, ro'za tutsang taqvodor bo'lasan degan ro'zani haqqini berib tutsa, Alloh va Rasuli buyurganday tutsa, faqat yeb ichishdan saqlanish emas, ro'zada nimadan saqlanish kerak bo'lsa o'shalardan, qanday inson o'zini tarbiya qilish kerak bo'lsa, qanday buyurilgan bo'lsa, ya'ni risoladagi ro'zani tuta olsa, shundagina taqvodorlardan bo'ladi. Taqvo demak, ro'zaning g'oyasi, ro'zaning maqsadi, ro'zani oxirgi bosqichi, ro'za olib boradigan eng yuqori bosqich taqvo bosqichi. Taqvodorlik darajasiga chiqqan inson Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lgan, Alloh taologa muqarrab, yaqin bo'lgan inson hisoblanadi. Lekin buni boshlang'ich narsalari bor, boshlang'ich bir bosqichlari bor. Xuddi madrasaga kirgan inson birinchi boshlang'ich kitoblarni o'qishdan boshlagani kabi. Qaysi masalan yigit yoki qaysi qiz madrasaga kirganda birinchi tafsir yoki aqidani eng qiyin kitoblaridan dars boshlaydi. Hech kim unday qilmaydi. Bu xato manhaj bo'ladi, xato yo'nalish bo'ladi agarda shunday qilsa. Sekin-sekinlik bilan o'sha darajaga chiqsa, keyin katta kitoblardan dars o'qiydi. Xuddi shunday ro'zada taqvodor bo'lishlik uchun birinchi bosqich, birinchi qadam nimadan boshlanish kerak? Tamom, ro'za tutamiz. Alloh qabul qilsin ro'zalarimizni. Qiyomul laylda turyapmiz, lekin qalb qay holatda bo'lish kerak? Qalblarimiz eski holatda bo'ladigan bo'lsa, u ro'zamiz demak haqiqiy maqsadga olib bormayapti bizni. O'zi haqiqiy maqsad ro'yobga chiqmayapti ro'zadan. Qalblarimizni poklashga harakat qilishimiz kerak. Birinchi bosqich, birinchi qadam soliklarning birinchi qadami, ya'ni Alloh yo'liga tushganlarning birinchi qadami tavba bilan bo'ladi. Tavba. Alloh taologa qaytishlik bilan. At-tawba huwa ar-ruju'u ila Allohi ma'an nadami wal istighfar wal azmi ala alla yarji'a ila zalika zamb. Tavba Alloh taologa qaytishlikdir. Tavba degani o'zi lug'atda qaytish ma'nosida, qaytmoqlik. Inson insonligiga qaytishligi tavba bo'ladi o'zi aslida. Insonni insonligiga qaytaradigan narsa tavba. Inson kim? Inson Alloh taolo yaratgan bir jonzot. Fikrlovchi, aqlli, ongli, Alloh taolodan buyruqlarni qabul qiladigan, Allohning yo'lida yuradigan, Alloh taoloning xitobini qabul qiladigan va Alloh taoloning hukmlarini yer yuzida joriy qiladigan jonzot inson bo'ladi. Demak, bu inson Allohning yo'lida bo'lish kerak. Alloh taoloning yo'lida yurish kerak. Alloh taoloning hukmlarini o'rganish kerak. Shu Alloh chegara qilib chizib bergan doirani ichidan chiqib ketmasligi kerak. Shu doirada yashash kerak, shu doirada hayot guzaronlik qilib, shu doirada vafot etish kerak. Kim mana shu doiradan chizilgan maydondan chizilgan, belgilab berilgan joydan chiqib ketsa, Allohning yo'lidan chiqqan bo'ladi. Kim tavba qilsa o'sha joyga yana qaytgan bo'ladi.
Tavba Alloh taoloning yo'liga, inson uchun chizib berilgan, inson uchun Alloh taolo belgilab bergan joyga qaytishlik tavba deyiladi. Demak, tavba Allohga qaytish. Alloh taoloni borligini bilib, Alloh taolo menga ko'plab rizqlar bergan, rizq beryapti, sonsiz sanoqsiz rizq beryapti deb. Alloh taolo meni yaxshi ko'rar ekanki, o'zini tanitdi deb qilgan gunohlariga istig'for aytib, pushaymon bo'lib Allohning yo'liga qaytishligi va o'sha qilgan gunohlariga qaytmaslikka azmu qaror qilishligi, mana bu tavba bo'ladi. Agarda inson bilan inson o'rtasida qanaqadir haq bir-birini bo'yniga qolib ketgan bo'lsa, kimdir kimgadir zulm qilgan, kimdir kimnidir pulni olgan, kimdir kimgadir qattiqroq gapirib qo'ygan, g'iybat qilgan, tuhmat qilgan bo'ladigan bo'lsa, bundan ya'ni ana u mazlum kishidan kechirim so'rashligi, istig'for, Allohga istig'for aytishligi bilan birga undan kechirishligini talab qilishligi, rozi rizolik olishligi, mana bu tavba bo'ladi. Bu muhim shart. Inson bilan insonning o'rtasidagi qolib ketgan haq huquqlarni halollashlik, ya'ni buni o'rtani ochishlik muhim bo'lgan shartlardan. Chunki Alloh taolo banda bilan bandani o'rtasiga kirmaydi. Alloh taolo to bandani rozi qilmaguncha gunohini kechirmay turadi. Jannatga kirishidan ham to'sqinlik qiladi boyagi gunoh. Banda bilan banda o'rtasidagi gunoh. Shuning uchun tavba muhim narsa. Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha." Ey iymon keltirganlar, biror kishini istisno qilgani yo'q. Alloh taologa ishongan kishilar, Alloh taoloni tasdiqlagan zotlar, Allohni yagona deb bilgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarim deb bilganlar, tubu ilalloh, Allohga qaytinglar, Alloh taologa tavba qilinglar. Nasuh tavba, ya'ni qaytib o'sha gunohga qaytmaydigan holatda tavba qilinglar. Tavbamiz uchun eng bir munosib, eng loyiq kunlar mana shu kunlar. Chunki Alloh taolo bu kunlarda ko'p bora aytamiz, doim aytamiz, nafl ibodatni farz darajasida savob beradi. Juda katta Alloh taolo imkoniyatlar berib qo'ygan bu kunlarda. Ramazonning sharofatidan Alloh taolo ko'plab savoblar beradi. Tavba qilsa ham inson tavbasini Alloh taolo tez qabul qiladi bu kunlarda. Tavba qilishlikka eng munosib, eng loyiq kunlarda yashayapmiz. Ko'pchilik ehsonini, sadaqasini, zakotini mana shu kunlarga qarab, ya'ni Ramazon oyiga qarab chiqaradi. To'g'rimi? Chunki Allohning nazdida maqbul bo'lsin, ko'proq savob olayigin deb. Xuddi shunday ma'naviy holatimizni ham shu oyda o'nglashga harakat qilishimiz kerak. Keyinchalik yilning boshqa oylarida ham mana shu ma'naviy yuksak holatimiz davom etishligi uchun. Alloh taolo aytadi: "Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun." Ey mu'minlar, Alloh taologa barchangiz tavba qiling dedi. Ey gunohkorlar demadi, ey mu'minlar dedi. Hammangiz tavba qiling. Nega? Chunki Alloh taolo biladi, bandasi baribir gunoh qiladi. Bandasi yo sag'ira yo kabira gunohi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Kullu ibn adama xatta'un." Odam farzandi barchasi xatokordir. Bir rivoyatda kullu bani adama xatta'un. Barcha odam farzandi, ya'ni inson zoti borki, xatokor ular. Ko'p xato qiladi inson. Va xoyrul xatta'in at-tawwabun. Xatokorlarning, ya'ni xato qiluvchilarning yaxshilari bor. Ular kimlar? Ko'p tavba qiluvchilar, ko'p Alloh taologa qaytuvchi insonlar. Allohga har zamon tavba qilishimiz kerak. Alloh taolo shundan kelib chiqib aytadiki: "Va tubu ilallohi jami'a." Alloh taologa barchangiz tavba qilinglar, Allohga qaytinglar deb Alloh taolo bizga buyuradi. Mana shu kunlarda Allohga qaytishimiz kerak. Alloh taologa tavba qilishimiz kerak. Chunki biz bilamiz, Alloh Rabbimiz, bizni kechirguvchi Rabbimiz bor. Bizga ko'plab ne'matlar berayotgan, shuncha xato kamchiliklarimizga qaramasdan bizni ne'matlar bilan siylayotgan, har lahzamizda bizga ko'plab sonsiz sanoqsiz ne'matlar berayotgan Rabbimiz bor. U zot bizni yaxshi ko'radi.
bizni yaxshi ko'radiki, shuncha xato kamchiliklarimizga qaramasdan iymonimizni olib qo'yayotgani yo'q. O'ziga ibodat qildirib qo'yyapti baribir. Agarda gunoh sababli qalbimiz qorayib ketaverganda, hamma gunohlarimizni Alloh taolo kechirmasdan qalbimizni qoraytiraverganda yoki gunohlarimiz sababli boshimizga bir balolar, ofatlar yog'dirganda tirik jonzot qolmasdi bu yer yuzida. Walau akhadallohu an-nasa walau yu'akhidullohu an-nasa bi ba'di ma kasabu ma taraka ala zahrihi min dabba degan oyat bor. Agar Alloh taolo insonlarni qilgan ishlari, qilgan xatolari, kamchiliklari sababli jazolaganda yer yuziga hech kimni qoldirmasdi. Agarda har bir gunohi sababli bittadan jazo to'g'ridan-to'g'ri kelaversa. Shuning uchun va ma asobatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarni boshingizga tushgan musibat deydi. Sizlar qilgan yomonliklaringiz sababli keladi. Va ya'fu an kaseer. Ko'bisini Alloh kechiradi deydi. Hammasiga musibat bermaydi, hammasini jazolamaydi Alloh taolo. Hamma qilgan yomonliklarimiz, gunohlarimiz sababli Alloh taolo jazolamaydi, ko'bisini kechiradi. Ba'zisiga jazo yuboradi, ba'zisiga bir boshimizga mashaqqat, musibat yuboradiki, inson nima qilsin? Alloh borligini bilsin, Alloh taologa qaytsin, Allohga tavba qilsin. Bu xato qildim ekan deb xatosini tushunishligi uchun. Alloh taoloni go'yoki o'ziga qaytarish uchun, ya'ni Alloh taolo bandasini o'ziga qaytarish uchun yuborgan bir ogohlantiruvi, eslatmasi bo'ladi o'sha musibat. Shuning uchun azizlar, Allohga qaytishimiz kerak. Bu kunlarda Alloh taoloni ko'p eslashimiz kerak. Alloh taoloning rahmatidan tavba eshiklari to qiyomatgacha ochiq turishligi. Alloh taolo tavba eshiklarini yopmaydi. Inson tirik ekan tavba eshigi u uchun ochiq. Jon g'arg'araga kelganda tavba eshigi yopiladi. Alloh taoloning ko'zdan g'oyib qilib qo'ygan narsalarni, yashirib qo'ygan narsalarni inson ko'rishni boshlagandan keyin tavba eshigi yopiladi. Ya'ni inson o'lyapti, o'ladigan holatda farishtani ko'radi, shaytonni ko'radi. Bunaqa paytda tavba qildim desa, tavbasi qabul bo'lmaydi. To o'shangacha tavba eshigi ochiq, lekin qachon shu kun boshimizga kelishini bilmaymiz. Quyosh mag'ribdan chiqsa, botadigan tomondan chiqsa, tavba eshiklari yopiladi. Ya'ni qiyomatga yaqin, qiyomatning oxirgi katta alomati bo'lganda tavba eshigi yopiladi yoki inson o'layotgan paytda u uchun, faqat o'sha inson uchun tavba eshigi yopiladi. Ungacha Alloh taoloning tavba eshiklari ochiq. Shuning uchun bu eshikni ochiqligidan foydalanib olishimiz kerak, ayniqsa mana shunday muborak kunlarda. Alloh taolo aytadiki, o'zi bizga e'lon qilib, innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. O'zi yaxshi ko'ruvchi, ya'ni yaxshi ko'rishligini bizga e'lon qilyapti. Aytadiki, gunoh qilmaydiganlarni yaxshi ko'radi demayapti Alloh taolo. Ey insonlar, bilaman deyapti. Sizlar gunoh qilasizlar, sizlar xato qilasizlar, xatokorsizlar. Sizni fitratingizni bilaman. Sizlarni o'zim yaratganman, lekin Allohga tinmay qaytadigan, doimiy ravishda tavba qiladiganlarni Alloh yaxshi ko'radi. O'zini kimligini anglab yetib, o'zini xatosini anglab yetib, Alloh taologa qaytsa, albatta Alloh taolo qabul qiladi. Alloh taolo targ'ib qilib tavbaga aytadiki, afala yatubuna ilallohi va yastaghfiruna. Alloh taologa tavba qilmaydilarmi? Allohga istig'for aytmaydilarmi? Alloh taologa ya'ni tavba qilsinlar, istig'for aytsinlar. Allohga qaytinglar, kelinglar, men qabul qilaman deydi. Allohning rahmati kengligidan bu. Agar bittamiz ikkinchimizga, ya'ni inson insonga bir marta, ikki marta bir zulm qilib qo'ysa, qattiqroq gapirib qo'ysa, meni izzat nafsimga tegdi, unday bo'ldi, men uni ikki dunyoda kechirmayman deydi inson. Odam shunday, men kechirmayman deydi, men uni o'chimni olmasam qo'ymayman deydi, uni 7 pushtini yo'qotaman deydi, bir nimalar deydi inson. O'zi zaif bo'lishiga qaramasdan inson shunday, o'zi kichkina bitta ko'rinmas virus bilan yoki shunga o'xshash narsa bilan, chumoliday narsa bir chaqishligi bilan o'lib ketadigan inson. Zaif inson. Butun dunyo xuddi o'zini qo'lida bo'lganday, dunyoni tasarrufi unga berib qo'yilganday, hamma yoqni
yondiradi, kuydiradi hamma yoqni. Bir-birini kechirmaydi, bir-biriga qarshi jang qiladi, urush qiladi. Ozgina bittasidan ikkinchisiga zulm o'tganligi sababli yoki tushunmovchilik bo'lganligi sababli bir-birini kechirmaydi inson. Lekin Alloh taolo aytayapti. Alloh taologa inson qancha tuhmat qiladi? Alloh taolo shuncha rizq berganiga qaramasdan inson Allohdan boshqaga ibodat qiladi, Xudoni yo'q deydi. Shunga qaramasdan Alloh taolo nima deydi? Afala yatubuna ilalloh. Allohga tavba qilmaydilarmi? Allohga istig'for aytmaydilarmi? Alloh taolo kechiruvchi zot. Agarda tavba qilsalar Alloh kechiradi. Men kechiraman deb Alloh taolo bandalarni tavbaga qiziqtiradi, tavbaga targ'ib qiladi. Shuning uchun azizlar, kimni eshigini qoqamiz boshqa? Rabbimiz bor alhamdulillah. Alloh taologa yuzlanaylik, yo Rabbi. Ey Rabbim, ey Robbil alamin, ey olamlar Rabbisi, sen meni yaratding. Meni ahvolimni o'zing bilasan. Men bir zaif bandaman. Sen meni fitratimni bilasan, tabiatimni bilasan. Gunohkorman. Ko'plab xatolar qildim, gunohlar qildim. Lekin sendan boshqa kimni eshigini qoqay? Sendan boshqa kimning ostonasiga boshimni uray? Sendan boshqa Rabbim yo'q, sendan boshqa talpinadigan, so'raydigan, iltijo qiladiganim yo'q. Yana seni ostonangga keldim. Kechirim so'rab keldim, istig'for aytib keldim. Ey Rabbim, meni kechir gunohlarimni. Men boshqa bu gunohlarga qaytmayman deb Alloh taologa tavba qilaylik. Inshaalloh Alloh taolo qabul qiladi. Alloh taolo ishlarimizni o'nglaydi. Mana shu kunlar, mana shu kechalar tavba kunlari, tavbalar qabul bo'ladigan kunlar, tavbalar qabul bo'ladigan kechalar. Alloh taolo barchamizni tavbalarimizni qabul qilsin. Gunohlarimizni kechirsin, o'ziga muqarrab bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.